Qarang, yil davomida sovimaydigan ko'k okean, bosh ustida ko'tarilayotgan quyosh, chiroqlari hech o'chmaydigan kechki shaharlar, ta'mi yodingizdan ketmaydigan mevalar, ming yillik ibodatxonalar va ularning yonida sizga sababsiz tabassum qilayotgan odamlar. Bu Tailand. Har yili bu yerga 35 million turist keladi. Tailand dunyodagi eng ko'p tashrif buyuriladigan mamlakatlar reytingida 8-o'rinda. Germaniyadan oldin, Buyuk Britaniyadan oldin, deyarli hammadan oldin. Va bugun aynan nega bu yerga shunchalik ko'p turist kelishiga birgalikda javob topamiz. Boshladik. Ochiqchasiga gaplashaylik. Dunyo katta. Turkiya bor, arzonroq, Dubay bor, boyroq, Yevropa bor, madaniyatliroq. Lekin nima uchun barcha yulduzlar, blogerlar, millionerlar va oddiy odamlar aynan shu yerga keladi? Nima uchun Tailand so'nggi yillarda sayyoraning bosh turistik magnitiga aylandi? Hozir ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik eshitgan narsadan boshlayman. 2022-yilda Tailand Osiyoda birinchi mamlakat sifatida marixuanani legallashtirdi. Dekriminalizatsiya emas, legallashtirdi. Narkotiklar ro'yxatidan to'liq olib tashladi. Bir to'xtang. Qani o'ylab ko'raylikchi. Osiyo bu Singapurda 1 gram uchun o'lim jazosi bor mintaqa. Indoneziyada umrbod qamoq. Yaponiyada bir nasha bilan o'ralgan sigaret uchun hibs. Va aynan shu mintaqada Tailand qo'lini ko'tarib, biz legallashtiramiz dedi. Nima uchun? Javob pul. Hukumat hisoblagan. Bu soha yiliga 1,2 milliard dollar keltirishi mumkin. Va ular adashmadi. Bir necha oy ichida butun mamlakat bo'ylab 10,700 dan ortiq litsenziyalangan dispanser ochildi. Ya'ni cannabis shop. Phuket, Pattaya, Bangkok, hamma joyda har 10 metrda bitta do'kon, shisha vitrinalar, zamonaviy dizayn, qahvaxonadagidek menyu, chakiladigan qo'shmalar, yeyiladigan konfetlar, pechenyalar, marmeladlar, hammasi madaniyatli, hammasi qonuniy. Turistlar ham albatta bundan foydalanishadi. Ommaviy. Lekin bir pavarot bor. 2024-25-yillarda hukumat fikrini o'zgartira boshladi. Yangi qonun faqat tibbiy maqsadlar uchun. Ammo amaldachi? Ko'chalarda hamon avvalgidek. Kimdir yangi qonundan xabarsiz, kimdir e'tibor bermaydi. Faqat 2025-yilda Tailandga O'zbekistondan 22,300 dan ortiq sayyoh tashrif buyurgan va yil sayin ular ko'payib bormoqda. Umid qilamanki, odamlarga shunchaki tropiklar, dengiz va quyosh yoqadi. Mana aytib berayotgan narsalar emas. Xulosa, kannabis legalizatsiyasidan Tailand yiliga taxminan 28 milliard baht. Bu taxminan 800 million dollar ishlab topmoqda. Osiyoda birinchi bo'lib, keyingi mavzuni ko'pchilik chetlab o'tadi. Men o'tmayman. Tailandda fohishalik rasman noqonuniy. Ammo u mamlakat iqtisodiyotini eng katta va barqaror sektorlaridan biri. Xalqaro tashkilotlar ma'lumotlariga ko'ra, Tailand seks industriyasi yiliga taxminan 6,5 milliard dollar keltiradi. Shu sohada 250 mingdan ortiq kishi ishlaydi. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining taxminan 10%. Bu qanday ishlaydi? Massaj saloniga kirasiz. Qo'shimcha xizmat taklif qilishadi. Tuk-tuk taksiga o'tirasiz, haydovchi darhol joyim bor, yaxshi qiz bor, bum-bum, nyam-nyam deydi. Phuketning Bangla Road, Pattayaning Walking Street ko'chalari bu tam ma'noda sayyoramizning seks turizm markazlari. Ochiqchasiga surbetlarcha, tailandcha jilmayib. Bular o'zi qayerdan paydo bo'ldi? Javob ko'ringanidan chuqurroq. Hammasi Vyetnam urushidan boshlandi. 60-70-yillar Amerika askarlari jangdan keyin dam olish uchun aynan Tailandga yuborildi. Puli bor, nazorati yo'q, uyidan uzoqda 100 minglab yosh erkaklar. Infratuzilma o'z-o'zidan tez, ommaviy, keng shakllanib ketdi. Urush tugadi. Askarlar ketdi. Ammo industriya qoldi. Chunki Tailand hukumati hisobladi, millionlab odamlarni boqayotgan narsani to'xtatishni nima keragi bor? Politsiya boshqa tomonga qaradi. Mansabdorlar o'z ulushini oldi. Tizim ishladi. Jimgina, barqaror,
10 yillab. Bugun bu endi urush merosi emas. Bu to'laqonli parallel iqtisodiyot. Soliq deklaratsiyalarsiz, rasmiy hisobotlarsiz, ammo juda real milliardlar bilan. Va aynan shu mavzudan biz keyingi bobga siljiymiz. Ehtimol butun videoni eng qiziqarli qismiga. Tailand haqida xabari bor har kim bitta savolga duch keladi. Nima uchun bu yerda transgenderlar shunchalik ko'p? Bu g'arb ta'sirimi? Modami? Yo'q, bu madaniyat, iqtisodiyot va Budda filosofiyasini bir joyga to'planishi. Tailand madaniyatida Kathoy tushunchasi bor. So'zma-so'z 3-jinsni anglatadi. Bu g'arbdan olingan narsa emas. Bu buddaviy matnlarda qayd etilgan Tailand jamiyatining azaliy qismi. Buddizm jinsiy identifikatsiyaga qattiq taqiqlar qo'ymaydi. Oila ko'p hollarda bu tanlovni qabul qiladi. Chunki transgender farzand Tailandda oddiy farzanddan ko'proq pul ishlaydi. Raqamlarga kelsak, Tailandda 500 mingdan ortiq transgender shaxs yashaydi. 500 million. Aholiga nisbatan dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri. Jins o'zgartirish operatsiyalari nima uchun aynan bu yerda mashhur? Javob narx. G'arbda butun jarayon 50 ming, 100 ming dollarga tushadi. Tailandda esa 5-15 ming dollar xalqaro darajadagi klinika sifati bilan. Shu sababli Tailand rasman bo'lmasa-da jins o'zgartirishning jahon poytaxti deb ataladi. Jarayon qanday o'tadi? Qisqacha, ko'pchilik o'smirlik davrida boshlaydi. 13-16 yoshida. Tailandda bu hayratlanarli narsa hisoblanmaydi. Oila bolaning ayollarcha xatti-harakatini ko'radi va taqiqlash o'rniga ko'p hollarda shunchaki qabul qiladi. Ba'zan moddiy qo'llab-quvvatlash ham mumkin, chunki biladilar, bu bola kelajakda yaxshi pul ishlaydi. Gormonal terapiya aynan o'smirlik davrida, tana hali shakllanib borayotgan paytda boshlanadi. Bu asosiy nuqta. Qancha erta boshlansa, shuncha erkakcha belgilar ko'p rivojlanmaydi. Ovoz nozik qoladi, figura ayollarcha shakllanadi, yuz xususiyatlari nozikroq bo'ladi. Aynan shu sababli ko'p lady boylarini tashqi ko'rinishida ayollardan ajratish deyarli mumkin emas. Keyin kosmetik operatsiyalar, burun, iyak, ko'krak, bel va oxirida agar shu qadamga qaror qilsa, jinsiy o'zgartirish asosiy operatsiyasi. Va tamom, lady boy. Shuning uchun bo'ydoq bratlar, Tailandga borganingizda opalarni tanlashda hushyor bo'ling. Chunki ular aka bo'lib chiqishi mumkin. Yana bir aytaman, ko'pchilik uchun bu iqtisodiy qaror. Tailandda transgender bo'lish show biznesda, turizmda, xizmat ko'rsatishda ko'pincha yuqori daromad degani. Jamiyat ularga boshqa mamlakatlarga qaraganda kamroq qoralash, ko'proq qiziqish bilan qaraydi. Bu Tailand o'zligini bir qismi, buddaviy ibodatxonalar va ko'cha taomlari kabi. Ekzotika. Keling bir daqiqaga to'xtab, bugun gapirgan raqamlarni yana bir bor eslab o'taylik. Chunki Tailand bu nafaqat ekzotika, bu mashina, iqtisodiy mashina. Tailand jahon turizm reytingida 25-yilga 8-o'rinda. Germaniya va Buyuk Britaniyadan oldin. 2025-yildagi turistlar soni 33 million. Turizm daromadi 80 milliard dollar tashkil etgan. Turizm yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 12% va 4 million ish o'rni. Kannabis industriya 800 million dollar yiliga, seks industriya 6,5 milliard dollar yiliga. Shu sohada ishchilar 250 ming kishidan ziyod va 1,5 millionta transgenderlar. Shu jumladan O'zbekistondan tashrif buyurgan turistlar 2025-yilda 22.300 kishi va o'sishda davom etmoqda. Va bu faqat rasmiy ma'lumotlar. Endi norasmiylarini qo'shing, kamida 2 barobarga ko'paytiring. Mana sizga nima uchun Tailand degan savolga javob. U tam ma'noda turizm ustiga qurilgan. Turizm o'z ichiga oladigan hamma narsa bilan birga. Endi ozgina Tailand xalqi va ularning qiroli haqida. Milliardlik turistik industriya aylanmasiga qarab mantiqiy xulosa chiqarish mumkin. Mamlakat farovonlikda cho'milyapti. Xalq gullab yashnayapti. Baxt darajasi esa osmonni teshyapti. Ammo bu faqat illyuziya. Ideal o'rnatilgan dekoratsiya. Bu yerda haqiqat hayratlantirmaydi, u qo'rqitadi. Kuror jannati ortida Bangladesh va Hindistonning eng qiynalgan hududlarini eslatuvchi qashshoqlik va ekologik muammolar yashiringan. Mamlakat katta axlat poligoniga aylanib bormoqda. Mahalliy aholi esa zo'rg'a tirikchilik ko'ryapti. Lekin nima uchun shunday bo'lyapti? Pullar qayerda? Javob eng tepada. Tanishing. Rama Und, sayyoramizdagi eng boy monarxlardan biri.
Fuqarolari tiyinlarini sanayotgan paytda qirol vaqtini katta qismini Tailandda emas, Germaniyani elita kurortlarida o'tkazishni afzal biladi. U mamlakatni boshqarmaydi. Uni o'zini cheksiz rasxodlari uchun shaxsiy bankomat sifatida ekspluatatsiya qiladi. Bu mutlaq hokimiyatga ega inson o'zini Fufu ismli pudilini mamlakat harbiy havo kuchlari marshali qilib tayinladi. Hazilsiz. Qirollik saroyida alohida stolda tushlik qilayotgan marshal pagonli it. Shaxsiy hayoti esa xuddi seriallarni eslatadi. Ketma-ket nikohlar va ajrashishlar. Ayollar taqdiri bir lahzada o'zgarib ketadigan voqealar. Buning ustiga turli mojarolar. Shu vaqtda esa oddiy odamlar mamlakatda haqiqiy islohotlarni kutib yashamoqda. Tailandda odamlar tutundan bo'g'ilayotgan, ekologik falokat tabiatni yo'q qilayotgan paytda qirol davlat mablag'larini Bavariyada elita ko'chmas mulkiga va o'z xohishiga ko'ra yashovchi svitasiga, ya'ni mulozimlariga sarflaydi. Bu shunchaki boy odamning g'alati qiliqlari emas. Gap millionlab odamlar taqdiri haqida ketyapti. Mamlakatni ulkan boyliklari va imkoniyatlari xalq manfaatlari uchun emas, balki bittagina o'zboshimchani kayf safosiga ketyapti. Uning nazarida mamlakat bu qimmat o'yinchoq. Tailand Marshall vovullashi mumkin. Xalq esa jim azob chekishi shart bo'lgan mamlakat. Chunki qirol haqidagi har qanday haqorat yoki tanqid 3 yildan 15 yilgacha qamoq bilan yakunlanishi mumkin. Hatto bir vaqtlar qirolning iti haqida post uchun ham odamlarga jinoiy ish ochilgan holatlar bo'lgan. Mana u Tailand. Bir tomondan dunyoning eng yaxshi plyajlaridan biri. 1000 yillik Budda ibodatxonalari, unutilmas ta'mli meva taomlar, sizga shunchaki tabassum qiladigan ochiq ko'ngil ilk insonlar. Boshqa tomondan milliardlik yashirin iqtisodiyot, legalize, transgenderlar, mintaqadagi eng tushunarsiz qonunlar, marshal pudil va ahmoq qirol. Tobora ko'proq odamlar Tailandga uchmoqda. Ular chiroyli suratlar, dengiz, yangi ta'm uchun keladi va bu ajoyib. Ammo yumuq ko'z bilan sayohat qilgandan ko'ra ochiq ko'z bilan sayohat qilish yaxshiroq. Man Davronov Faktor. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling, izohlarda fikringizni qoldiring. Mani harakatim siz uchun, sizniki men uchun.